الله يخلف عليكم يا عم. Ey birodarim, Alloh sizni mukofotlasin. Alloh ajrlaringizni ziyoda qilsin. Sizlar bizlarni yordamsiz tashlamayapsizlar. Alloh sizlarni ustingizga barakasini yog'dirsin. Alloh taolo sizlardan dunyo va oxiratda rozi bo'lsin. الله يرضى عليكم دنيا واخره، الله يرضى عليكم دنيا واخره. خيرا تعمل شرا تلقى، هل أخطأ فيها من نطقا؟ خيرا تعمل أجرا تلقى، من أعطى لله وصدقا. خيرا تعمل شرا تلقى، هل أخطأ فيها من نطقا؟ خيرا تعمل من أعطى لله وصدقا. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz shunday deganlar: eng afzal sadaqa bu suvlashlikdir. G'azoda chanqoqlik kuchaygan bir paytda eng yaxshi inson odamlar eng muhtoj bo'lgan narsani yetkazgan kishidir. Bugun 2026-yil 23-aprel haftaning payshanba kuni. Allohning fazli bilan Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla hamda O'rta Osiyolik birodar nomlaridan G'azo shimolida ko'chirilgan birodarlarimizga suv tarqatmoqdamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Mol dunyolari, farzandlari va umrlariga Alloh baraka bersin. Hamda ularni payg'ambarimiz hovuzlaridan suv ichirsin. سوى خير فكما تسقي فغدا تسقى، لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع، معروفك يبقى. خيرا تعمل شرا تلقى، هل أخطأ